Hozir biz turgan joyimizda nomi Shayx Burxoniy Sag'archi ziyoratgohi bo'ladi. Bu ziyoratgoh ilgari 7, 8, 11, 12 asrlarda davom etgan shaharda davomchilari. Hozir bizlar bu kunda bu aziz ziyoratgohda buni 8-yildan beri tashkil qilyapmiz. Bu yerdan 18-20 yillarda katta maqbara qurdik. Maqbarada 3 ta o'liya yotibdi. Ularning birining ismi Tursun Muhammad To'kaldash bobo, ikkinchisi Muhammad Poyanda degan shu Shayx Burxoniy boboning farzandlari yotibdi. Shu yerda ilgari ham tarixda katta masjid bo'lgan, madrasalar bo'lgan. 32 ta masjidga qaramog'ida bo'lgan xonaqa bo'lgan bu joy. Hozir turgan joyimizda juda katta bir masjid qurilgan, xonaqa deyiladi, aslida değil, xonaqa deb aytilgan. Shunda mana shu yerdagi 3 ta tumandan odamlar kelib, mana shu jami masjid bo'ladi ekan. Shu jami masjiddagi 30 ta 32 ta masjid yerga qaraydi. وسلام على المرسلين والحمد لله.